Ular hamma yig'ildimi, ketdi, o'tirishmanmi? Tinchlikmi? Nima sabab bilan o'zi? Mashina oldim, yuvaman. Ketdi. Ketdi. Naqada? Uzra hozir 1 minut. Alo. Hozir birmi? Ona og'aynimni xursandchiligida billa edim. Bank masalasiga keladigan bo'lsak harakatdaman. Tushunib turibman uyimizdan tortib olishini. Xavotir olmang, boshpanasiz qolib ketmaymiz. Xo'p. Mashinani qachon ko'rsatasan? O'tirishdan keyin deding-ku. Abi tochoni ko'yli endi. Hazillashuvdim. Mashina olganim yo'q. Prosta yig'ilish uchun shunaqa bahona qilaverdim. O'rtoqlar ko'rishamiz, hop. Bekzod san men bilan yur, o'rtoq ish bor. Mana o'rtoq mashina. Voy, omadim deding-ku. To'g'ri, olmadim. Men buni shu. Ha, unda bu birovning mashinasimi? Shuni olganimdan keyin pulga muhtojligini bilib qoldim.